Joriy yil may oyida respublikamiz bo'ylab maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy metodlarni keng tatbiq qilish maqsadida o'yinga asoslangan ta'lim, pedagogik innovatsiyalar va didaktik o'yinlar festivalini o'tkazish reja qilingan edi. Shunga muvofiq loyihaning Buxoro viloyati bo'yicha namuna pilot tadbiri G'ijduvon tumanida tashkil etildi. Festival jarayonlari xususida muxbirimiz batafsil to'xtaladi. Kelajak bugundan boshlanadi. Ayni shior ostida G'ijduvon tumanida o'tkazilgan o'yinga asoslangan ta'lim, pedagogik innovatsiyalar va didaktik o'yinlar festivali nafaqat bir tadbir, balki bolalar kelajagi uchun yaratilayotgan ulkan ezgulik maydoniga aylandi. Bu tadbirda har bir didaktik o'yin ortida tarbiyachining mehr-muhabbati, izlanishlari va yosh avlod uchun fidokorona mehnati namoyon bo'ldi. Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi topshirig'i asosida ilk qadam milliy dasturini mukammallashtirish maqsadida o'tkazilgan ilk festival viloyat miqyosida 55 nafar mahoratli tarbiyachi pedagoglarni bir davraga jamladi. Ular o'zlarining innovatsion g'oyalari, zamonaviy yondashuvlarini amalda namoyish etdilar. Bugun biz G'ijduvon tumani 21-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida demak o'yinga asoslangan bolajonlar festivalidamiz. Bugungi festival juda ham maroqli, juda ham chiroyli tartibda amalga oshirilmoqda. Bugungi bolajonlarni kulgularini, yuzidagi quvonchlarini ko'rib bag'oyatda xursandmiz. Men ham Buxoro xalqaro demak universiteti matematika fani o'qituvchisiman. Bugun mana shunday demak festivalga kelganimdan juda ham xursandman. Ijodiy marafon jarayonlari barchada katta taassurot qoldirdi. Qisqa vaqt ichida yaratilgan har bir loyiha bolalarning tafakkuri, dunyoqarashi va qalbiga yo'l topa oladigan noyob g'oyalarga egaligi bilan ajralib turdi. Bu jarayonda nafaqat bilim, balki haqiqiy ustozlik fazilatlari ham namoyon bo'ldi. Bugungi tashkil etilgan seminar juda ham bizga yoqdi. Ayniqsa bunda bugun bolajonlarning mana shu 5 ta markaz bo'yicha olib borayotgan ishlarini demak tarbiyachilarimiz bilan birgalikda ko'rib o'tdik. Juda ham chiroyli tashkil qilingan. Tadbir viloyatning malakali metodist va ekspertlar tomonidan kuzatib borildi hamda ishtirokchilarning ilg'or uslublarini mukammallashtirish, o'z navbatida ommalashtirish bo'yicha xulosalar ishlab chiqildi. Muxtasar aytganda, bugun amaliyotga joriy qilinayotgan zamonaviy metodlar 3-renessans avlodining shakllanishi uchun qo'yilgan mustahkam poydevordir.